Microsoft Excel bizlar kormandonlik. Microsoft Excel kormandon. Xo'p. Boshqasi bunday. Varaq avvaliya. Qarang, o'g'lim, men varaq avvaliya ibtido kimnikidir faqat bir nafardik. Varaq avvaliyki masalan bir nafar 12 oy ishlaysiz, 12 shet boyat 12 oyga 12 ta shunday amal savr javzo sarat. Saya aytdim sizlarga. Vaqtiki men varaq avvaliga bordim, insertga boraman, hyperlink please and this document qayerga borsin? Hamarga. Say. Pas bu hafta avvalga borsin. Qayerga boray? Insert hyperlink hafta avval hamal. Ko'rasiz? Hafta avval yak. Xo'p, bas berga o'sha back va g'ayrasini qisqadan inshaalloh o'rganasiz o'zlaringiz. Aqab qiling, pas insertga kelasiz, auto shape ichiga, auto shape'ga bir button degan qo'ying. Buni otini berasiz nima? Aqab. Xo'sh. Home'ga keling, center build. Click insert hyperlink. Biz ayting qayerga boradi? Amalga boradi. Chunki linki amal bilan birga. Pas bega bir aqabadiga tutasiz. Mana aqab qo'yasiz? Yo. Bu varaqa avvaliga borsin. Varaqa avvaliga saymi? Saybildi buni varaqa avval ichiga shoyla bor. Buni ichiga link class ber keladi. Bu yerdan pas hafta avval, pas hafta dum, sevim bir oy ichiga necha hafta keladi? 5 hafta. 5 hafta bega chizasiz. Shuni lux design shape buni olib asos 5 hafta bega. Chunki bir haftaga 5 hafta yo bir vaqt oldarsam so'rasam gap yo'q. Chati shuni qalay joyga bo'lsin, qalay qilmaysan. Xo'p. Bu vaqtdagi hafta borki bir nafarga shu salda 10 nafarga shu bo'ladi. Farqi bormi degan nafar? Bu farqi? Yo'q. Siz nima ish qilib ketaverasiz? Ana endi boyat men quloq soling. Hafta avval say bu hafta ichandi? Hafta duni men delete qilib qo'yavering. Haftaga bo'lashtirgan rostdan. Shuni otini haftaga yak qo'yaman. Otini nima qiling? Rename. Chunki bu hafta yak bo'lsin, buni delete qilamiz. Xo'p, ya'ni misli injamas deydi. Yana buni shakliga hafta yak valiga keling. Buni delete qilib qo'ying. Buni copy qiling. Lazimga cut qilinglar. Belki. Ha. Hafif yaktan geçiyor. Şunu direkt tutayım. Ketdi ne? Xo'p. Bu ayami haftaga nima bo'lsa, shuni to'xtatdi. Ko'rasiz? Nima uchun bu to'xtaydi? Mana birta meni siz nima ish qilamiz? Ijod qilamiz. Xo'p, keldik qarang. Men vaqtga shundan birta bega izofa buni kotini qo'ydim, rename qilaman. Rename buni hafta avval shu qaror bersam. Masalan, yaklik. Xo'p, hafta avval bu bo'ldi. Aqaqqa keling, vaqtiga varaqa haftalarga keldi. Siz xohlaysiz toza yana bunga bir haftaliga ijod qilsangiz.
حالا من xohlaymanki ایجاد یک هفته مثلا بر هفته دیگه هم اگه کلیک قصه شده نجد چون که بگه خو منستان کپی قلال میده چون او خیاخت ساره بگه کل اساس بجا که آخر چاقه ساره بتیست که با ایجاد هفته نو سای ادیت که بر اساس نماش قلی ویوگا برای مایکرو کارت نی مایکرو اوکی دین اوکی قینگه قرن اکشن از یه قرب تاختن دیگه بارین راست کلیک و then copy create and okay اوکی بگن نره سسکلا stop مایکرو stop بله آدو شاقه میکردنه ایجاد خلی بر مایکرو نشید شنو کپی سنه قرن غیر از او برتا دیگه بزدگه برتا ایجاد بگن شکل منم باشتم قرن بگه وزی بار منم بقیم برتا آخچاقه منسیه ایجاد بده آخر لاست يعني هذا شنو السكيجات كل سرعتنا الرينيم كم هذا إن شاء الله ورجع أساس شيء قيدنا الرينيم بلا أجا بير كورن ما دمين أساس بايد قيدنا الرينيم كلاس رجع هذا شيء فورمات شيء خانة كي يا بيج لا تشيء شيء areas كده بيج لا تشيء كريم هم بيجي فورمات كورك شيء بانشوا ما نريد صحيح رينيم بيراجس خب به هر حال رینیم هم اکشن تو درس کلمه منو اکشن تو دردم که مثلا شنو چیگر ایجاد هفته استیگر راست کلیک کلیک بری اساین ماکرو کده اوکی که خودم قراره میگم بجا که برتا خود سوی کورن تا داده که برتا من ایجاد خیلی مشون نکنه چون دلیت خلق بای بری اول سر قراره دیگه من ایجاد بسیم باید شنو باشد من شنو وزده کلمه شنو چیگر دنه همالده چیگر شنو برتا ایجاد بسیم ایجاد قریم رانت نمیارو رنج خب اوکی نمیشه که مقام کره پس منه استیگه برای من اساین ماکرو میشه ماکرو ادیت که فقط شیتات تغییر گنین و شونچه کار بزدگه مشکل بگن قرین اول ایتن که میگه برش کی اکشن با ماکرو بزده کوگم بس ایس بر اکشن با که سلکت بگن دات شیت یک فلانچه آتمنم برگرد دات نما بگن سلکت بگن دومات که موو دات شیت آتیم چنگه پنجگه و غیره کپی هم بریم سارا قرب که تی بریم شیت دونه سارا ما نشلم فارسی کورسن دستم نما قماقم کره من زبان اونده بارم چینج قما کره ایده ما قیدن سلگه کورس مقام بریم اساین ماکرو اوکی میگم بمره آتونو بالمالی که قیسات کیه ادیت شیت دوزن کافی کنم شنو مالی چند آتون خواهیم کم پیداد مجبور برسته خوش شدن سر من ورسته کرد نه ایجاد کمال کلیک قصد بقیه دیگه ایجاد قصد shape to dot select okay so shape to ورقه ورق ملکوف طلب چند ورقت شو ایام هفته ای که بگه بتیگم باش شنو اتنه بلشلیز کرای بنا شنو ایام هفتگی اتنه بلشلی کرای ها یاش هفته اول دگر کپی قلقیت من سنم چون که بونگه دیزاین سرگن بر هفته نیچه شنو کپی خساز برلا شنو شیتا خلام شیت شنو کنه کپی قلابس یعنی همال است دیگر راست کلیک قلین اساین ماکرو نست دیگر انتخاب قلب ادیت قلین ادیت که کلین شاید شیت نشته شد با یک دو سه چهار پنجم دو سه شش
Xo'sh. Assignment. Okay. Okay. Panjum tanıyor. Panjum o'zi ekan. Assignment. Bu vaqt bilasiz otni mana bu yerga forslarni sozadi. Forsni qayerdan sozadi? Bilasizmi forsni sozishni? Fors qimorini. Men aytib beraman, chunki kompyuter restore bo'ladi. Borib regional language ichiga borasiz, regional language ichidan inoga bu narsa tuzaladi. Shu global join ko'rsam o'sha restore. Shoram yo'q. Shift c.select .copy. Ajan. Albatta bugun tadbirotni borib sotish shu yerdan ijod bo'ladi. Siz shuncha bosh shetotni bilmoq kerak. Qaysi shetni copy qilsin, yakni, donni, seni chorda va yo'qotadi. Xulosa mana shuni birta kopya olayversin. Chunki bularni hide qilamiz meni siz. Past keling aqabga. Vaqtiki bir nafarda meni sizga bir oylik tuzaldi, mobaqiya har oylikdan ham siz varaq avvalga boring, bir hamal va g'ayri hammasini ochib ketdingiz. Shu nafarot kim edi? Ahmad ustiga klik qildingiz, sho'r ochildi. Sho'r ochilganlar so'rasiz siz unikini shuni ichiga ko'ra olasiz, aytmi? Ana endi keldim men shuni qanday olayman, buni close qilay, save. Save qilganlari men boraman bir Excel jadid banoma daftariga otini save qilaman. Boraman bu yerga save. Save qilaman drive disk ichiga, masalan, ini ichiga men save qildim buni. Xo'p, otini nima beraman? Daftar izoh. Bu men. Tuzaldi. Mendagi ochdi degan silsilasi shunisidan link bo'sat bookmarkka. Keldi qay shaklga, masalan, men avval shet qo'yaman. Faqat menga bir shet kerak. Degan mobaqiya davom delete. Xo'p, yak shet qoldi, ustiga rename qiling. Page layoutga shift view qiling, boring view ni ichidan siz shu hidedan gradline hide. Xo'p, gradline hide qilib, inoga insert ga keling, insert ichiga shape ichiga klik qiling, button tuzing. Ustiga rost klik qiling. Nimani ochib kelsin? Masorat. Kim? Kolmanda. Gradline hide. Control V qiling bergan. Qarang masalan. Edit qiling. Edit text. Bir kormanda kim? Ahmad ibn. Xo'p. Masorifat bad bunga ochsa, assign qarang. Bu yerga keling, assign hyperlink. Hyperlink ichiga balanksiga qo'ying, present this document bo'lmasin. Drive FT ichidan menga nimani ochsin? Masorifat. Okay. Berga. Borsin nimani ichiga hyperlinkga present this document menga olsin komanda. Xo'p. Klik komanda. Kelim Ahmad ustiga rost klik qilaman, hyperlink Ahmadniki baranga. Ayni matlab bir shetki bana Ahmad o'tkay
Karmandan hammasini bir folderga jamavorli qiladi, juda-juda emas, folder uchun link bo'ladi. Link tag'ir emas. Bu meni mendir. Masarifat karmandan yo mana mor degan projelar va har projelarga diga karmandlar va juda qilasiz. Hali har vaqt kim Excel'da ochaman, Excel'ga bu ochilib keladi, tamom narsa hide bo'ladi. Sizga aytib berdim-ki, men borsam bayt view'ni ichiga review'ni ichiga protect worksheet bu review'ni ichiga protect workbook Windows bilan birga. Xo'p. Vaqti buni protect qildim. Degan next. Hamchinon bu kelin file ichiga optionga kelganlar advanced. Ha, advanced ga bu bo'lmasin, left right bo'lsin, page break bo'lsin, 0 bo'lmasin. Degan balandki view ichiga horizontal bu sheetda emas bo'ladi. Bega aqab qolibdi, ba'da qadam qilsang. F5 insert ichidan bitta memor kerak. Baad bu qayerga ketsa aqabga buni ustiga klik qilsangiz ustiga rost klik qiling hyperlink place in this document mail bu baad karmandan olib qolgan ko'plar bega hammasi jamavorli bo'lsa view ichiga keling viewdan shuning ichidan formula boram bo'lsin ko'zimga ko'rinmasin degan men aqabga boray aqabni ichiga view ichidan menga keling bu ham ko'rinmasin bas xolos shuncha narsa bo'lsin bas close qiling save qiling save qildim keling qayergadir meniki asli men boraman drive my computerga drive f ichiga banana men ya ati Farhod High Education xo'p vaqtiga ochilib ko'rasiz masorifotni men klik qilaman ochilib keladi masorifot varaq ibtidoisi bu ochilib keladi varaq ibtidoiga tam sotiqsa kommunika xo'p bu masorifot uchun sotgan 12 oy eslaringizga bor va kormandonni klik qilsam bu keladi so'ra qaysi kormand bakor sizga Ahmad klik qiling Ahmadga ochilib keladi Ahmad so'ra mo'y amalini baqa chunki varaq ibtidoim bor ochsa chunki sev bunga qo'yilgan emas dedi mana bu ochilib kelsa buni so'ra qaysiga borasiz uni ichiga qayer ochilsin Hamaldagi chunki varaq avvalga hamal bor. Klik qilganlari hamalini men ochadi. Hamalning ichiga so'ra qaysi bor? Buni ustiga qarang, hyperlink place in this document hamal ochadi. So'ra hafta avvali hafta do'mishni link qilib ketasiz. Inshaalloh o'rgangansizlar. Qoldi bega bu narsa meni sizga bir daftarniki ana endi shu bir karmandiki har qaysiniki oymoy oynikini bad oxirga to'tal bo'lsa o'zinikini har oyniki amaldichi sara last oxir chopqa 12 oynikini bir shetdiga izofa qilib qo'yibsiz 12 oyniki o'rga borib har nafardagi qancha olibdi qancha qolibdi har oyga qancha olganligini o'rga ma'lum bo'lib ketaversin shu oyga olgan pullari har nafardagi shunday qilasiz sora kelib sizda asli men shetingiz badbega link bo'lsa-ki shuning ichidan men men shetga pas bora olsam men shetimki qaysi edi men shet ichiga birga kelsam Berga bir narsa borki, oxir matlab masorifotda chort ham shuning ichiga bo'lsa qancha masorifot qilib to'xtaman va qayerga aqab qiling masorifotga klik qilsa ho'ver ochiladi. Beg'ayrozi bega masorifotni o'zi tayla entries bitib qo'ying, entry masorifot yo bega ko'rinsa bor chort masorifot, natija masorifot, mo'y amal savrinikini ochib kelsa bega boyat qancha bo'ldi qancha va kormandoningizga ham hamchinon bega qochib keladi kormandiki Ahmadniki qancha olibdi qancha qolgan qancha nimasi bor bega har qaysini result ko'ra olasiz men shet qilib. Bo'lganingizda inshaalloh. Ben